Siz dunyodagi eng katta relyefli globus O'zbekiston Milliy universitetida joylashganligini bilarmidingiz? Keling bu haqida bilib olamiz. Dunyodagi eng katta mukammal va relyefli globus O'zbekiston Milliy universiteti geografiya va axborot tizimlari fakultetida joylashgan bo'lib, mazkur globus Toshkent relyefli globus bilan ham mashhur. Toshkent globusda 1979-1984 yillarda O'zbek Magellani geografiya fanlari doktori professor Hamdulla Hasanov buyurtmasi asosida Perm shahrida o'quv jihozlarini yasash laboratoriyasida Ivan Oshev Yegorovich tomonidan tayyorlangan. Ivan Oshev bolaligida deyarli ko'rish qobiliyatini yo'qotgan edi. Uning o'quvchilarga yerning go'zalligini his qildirish istagi shu qadar kuchli ediki, u oddiy xaritalarning o'rniga relyefli geografik modellarni yasay boshladi. Bu orqali bolalarga ko'zi bilan ko'ra olmaydigan olamni qo'llari bilan his qilish imkonini berdi. Ushbu globus yaratish g'oyasi o'zbek olimi Hamdulla Hasanov tashabbusi bilan amalga oshirildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Hamdulla Hasanov barcha materiklarda bo'lib, yer yuzasi tabiatiga shaxsan ko'rgan va his qilgan. Olim har yili ta'til vaqtida geografik obyektlarga hamda shaharlarga tadqiqotlarni amalga oshirgan va ma'lumotlar to'plagan. Hamdulla Hasanov Abraham Beruniyning ulkan globusini qayta tiklash g'oyasi relyefli globusni yaratilishiga hamda O'zbekistonga keltirishiga sabab bo'ldi. Ushbu globusning balandligi 2,5 metr, diametri 2 metr. Bunday kattalikdagi globuslar dunyoda bir qancha uchrasa-da, aniqligi va relyefi jihatidan sanoqli hisoblanadi. Kattaligi bo'yicha 3-o'rinda hamda aniqligi bo'yicha esa 1-o'rinda turadigan Toshkent globusining yuzasi 13 metr kvadrat bo'lib, umumiy og'irligi 490 kilogramm. Uning gorizontal masshtabi 1/200 ming, vertikal masshtabi 1/7 million. Uni yaratishda 10 nafardan ortiq mutaxassis 5 yil davomida mehnat qildi. U ish jarayoni davomida Hamdulla Hasanov kerakli ma'lumotlar va tavsiyalar berib turdi. Globusni yasashda 200 dan ortiq aerokosmik suratlardan foydalanilgan. Kosmik suratlar asosida dunyo okeani tubining relyefi, Tinch okeanidagi 600 ta vulqon va butun yer yuzasidagi 1648 ta vulqon tasvirlangan. Globusda yer yuzasi shakllari bo'rtma usulda landshaftlar, ranglar bilan tasvirlangan. Landshaftlarga rang tanlashda yerning koinotdan olingan suratlari ranglardan foydalanilgan. Yer sayyorasi koinotda qanday holatda va ranglarda ko'rinsa, ushbu globus ham shu holatda va ranglarda tasvirlangan. Globusdagi geografik obyektlarning masshtabi va koordinatalari o'zining aniqligi bilan alohida ajralib turadi. Har bir obyektning faqat gorizontal o'lchamlarini aniqlabgina qolmasdan, balki uning vertikal balandliklarini ham aniq o'lchash mumkin. Uning bu noyob xususiyati boshqa globuslardan ajratib turadi. Globusda foydalanilgan ranglar yaratilganiga yarim asrga yaqinlashayotgan bo'lsa-da, haligacha o'z xususiyatini yo'qotmagan. Mazkur ulkan globusni olib kelib joylashtirish jarayoni ham qiziq bo'lgan bo'lib, ustozlar haligacha bu haqida eslashadi. Bu globus 1984-yili poyezdda Perm shahridan olib keldi. Yuqorida aytilgandek, buni og'irligi 490 kilometr. Endi u 3 bo'lakdan iborat edi. Toshkentga olib kelganda konteynerda olib kelishdi. Bu 1984-yili oktyabr oylarida amalga oshirildi. Endi globus bilan birga uning deylik mana bu ustalari, shu globusni yaratgan ustalari Oshev boshchiligida keldi. Uni bu yerda bizning ustozlarimiz, jumladan Hamdulla Hasanov kutib oldilar. Endi oktyabr oyi o'zlaring bilasizlar, u paytda hammamiz paxtaga ketgan bo'lardik. Hamma talabalar, haligi o'qituvchilar, ko'pchiligi paxtada. Endi bu anchagina og'ir. Buni ikkinchi etajga olib chiqish lozim. Qanday qilib olib chiqish? Endi olib chiqdik 412-xonaga. Lekin endi buni haligi deylik joy-joyiga qo'yish kerak. Uni podstavkasi bor. Unda deylik yarim shar o'rnatilgan. Endi ikkinchi qopqog'i bor. Ikkinchi qopqog'i yuqorida aytganimdek 120 kilogramm. Endi uni mana bu yerni kakbi o'qiga joylashtirish kerak. Yuqorida aytganda hech kim yo'q. O'sha paytda bizning Toshkent davlat universitetining birinchi kursida o'qishardi chet eldan kelgan talabalar. Ularni tayyorlab kursi bo'lardi. Hamdulla Hasanov birinchi etajdan kelayotgan ekanlar, ko'rib qoldilarki, 5-4 ta mana shu chetdan kelgan ko'pchilik afrikalik studentlar hali kelishayotgan ekan. Aytdilarki, tarixda
o'zingni izlaringni qoldirmoqchimisizlar deb hazillashdilar. Xo'p deyishdi. Ular rus tilini bilardi. Mana shu ikkinchi etajga chiqishgan. Hamdullah Hasanovich aytdilarki, endi mana shu globus olib kelingan. Endi shuni ikkita qopqog'ini bir-biriga joylashish kerak. Endi buning uchun mana bitta kichkinagina idishni olamiz, butilkani olamiz. Uni ichiga hammamiz o'zimizni familiyamizni yozamiz. Butilkani deylik mana buni ichiga joylaymizda, globusni ikkita deylik qopqog'ini bir-biriga mana bu yerni o'qiga o'rnatamiz. Endi haligi o'sha afrikalik talabalar va o'sha yerda kim bo'lgan bo'lsa, o'shalar hammamiz familiyani yozildi va uni deylik globus shunday qilib deylik o'rnatilgandi. Albatta bu globus o'ziga xos tarixga ega, bu haqida deylik mana gapirildi. Tag'in bir voqea ro'y berdi. 10-15 yil bu globus korpusimizda turdi, ikkinchi etajda. Lekin vaqti keldida remont qilish kerak. Bizning fakultetimiz haligi binodan bu binoga ko'chish kerak. Ikkinchi etajda endi remont qilinganda albatta globusni boshqa joyga haligi deylik ko'chirishga majbur bo'ldik. Endi o'shanda ham deylik haligi talabalar bilan birgalikda buni endi o'zimiz haligi bo'laklarga ajratib olmaymiz. Shunda yaxlit holida olib kelish kerak. Shunda haligi talabalar bilan birgalikda organizatsiya mashina haligi deylik remont qiladigan ustalar bor. O'shalar borib gaplashib, endi oldin deylik temirdan haligi reshotka yasaldida, o'sha reshotkani ustiga haligi mana bu globusni haligi asta-sekin o'rnatib, narigi binodan bu binoga olib keldik. Endi bu binoga olib keldik, bitta ish kichkina. Buni qanday qilib olib kirish kerak? Ustalardan iltimos qildik, ular deylik eshikni kengaytirdi. Uni ichkariga olib kirgandan keyin globusda yana eshikni deylik o'ziga joyiga qo'yib qo'yishdi. Bu aytmoqchimanki, globusni saqlanib qolishi, ko'p uni o'rnatilishi juda ko'p odamlarning mehnati singan. Shuning uchun bu globusda haligi hamma ko'pchilik deylik Toshkent o'quvchilari kelishadi, ko'rishadi. O'shanda doimo eslab turamiz. Birinchi navbatda bizning ustozimiz Hamdulla Hasanovich mehnatlari, ularning maslahatlari, buni haligi deylik vujudga keltirgan ustalar, buni deylik qarab turishi, buni deylik haligi albatta mana shu 84-yildan burun qariyb mana necha yil o'tdi. Shu davrlarda deylik bunga deylik avaylab, asrab, ehtiyot qilib saqlab kelyapmiz. Bundan talabalar, o'quvchilar kelib bundan juda ko'p bilim olishadi. Umuman aytamizki, bunaqa dunyodagi yagona globus, chunki bu haligi juda ko'p geografik qonuniyatlarni shu globus yordamida ko'rishimiz mumkin. Toshkent globusi yordamida talabalar tabiiy geografik qonuniyatlar sabablarini, yer yuzasi relyef shakllarini, okeanlar, dengizlar, materik va orollarni joylashgan o'rnini, sahro va cho'llarning tarqalishlarini o'rganadilar. Shuningdek, globus yordamida turli o'lchash ishlari olib boradi va geografik jarayonlarni tarqalish qonuniyatlarini modellashtiradilar. Yarim asr muqaddam yaratilgan mazkur bu globus bugungi kunda ham o'zining ulkanligi va mohirona ishlanganligi bilan hayratni uyg'otadi. Har yil yuzlab sayyoh va tadqiqotchilar, talaba va o'quvchilar, qiziquvchilar ushbu ulkan relyefli globus bilan tanishish maqsadida O'zbekiston Milliy universitetiga tashrif buyurishadi. Bu tipdagi globuslar bor yo'g'i dunyoda 6 ta tayyorlangan bo'lib, ular Murmanskda, Tyumenda, Moskvada, Permda va Toshkentda haligacha saqlanib kelinmoqda. Siz uchun ham ushbu globus qiziqmi? Unda sizni O'zbekiston Milliy universiteti Geografiya va axborot tizimlari fakultetiga taklif etib qolamiz.